Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Mana ishlarimizni ham boshlab oldik. Xudo xolasa, chorvaga qiziqadigan aka-ukalar uchun mana sizlarga qo'yxona narxlarini bir qator chiqaramiz. Like bosib qo'ysalar, xudo xolasa jigarlar, bizni ham endi savdoimiz shunga bog'liq. Qancha ko'p prosmotr bo'lsa, o'shancha biz ham sotishlikka harakat qilamiz endi. Baribir Allohdan, bu ham bir sababdan like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Men sizlarga bir qator ikkitalidan boshlab hammasini ko'rsataman. Ikkitalidan boshida. Bular endi sal kattaroqlari, xudo xolasa. Manzilda video boshida aytib qo'yamiz. Manzil Marg'ilonda, Marg'ilon Tirizi bozorida oldida. Xo'p, bu tomonda bu ham 1,5 ga 1,5, bu ham ikkitali jigarlar. Mana 80% profil bizda, 20% konteyner mahsulotlari ishlatiladi. Ikki yoniga konteyner ishlatamiz hamda orqasiga konteyner ishlatamiz. Xolos, qolgan joyi hammasi profil ishlatamiz, xudo xolasa jigarlar. Konteynerning qalinligi 2,2 stenka, profilning qalinligi 1,7. Ponni yig'iladigan gayka bo'ltli qo'yxonamiz, hammasi yig'iladigan gayka bo'ltli poldan tevas sinimat bo'ladi. Taxtalarda ham mana sasni ishlatamiz. Sasnani ham ko'rib turganingizdek 3 ga 9 rossiyskiy sasni ishlatamiz. Qalinligi ham juda ham qalin, xudo xolasa jigarlar. Dastavkamiz Vodiy Toshkent shahar markazlariga bepul, xudo xolasa. Bundan tashqari endi bu tomonda aytgancha esimdan chiqadi, ming bor uzr. Bu 1,5 ga 1,5, o'rtasi bo'linmagan variant, bitta oxir, bitta eshik yig'iladigan. Buni narxini 2,200,000 qilib beramiz. Agar o'rtasiga xuddi shuni perigorodga tushib, eshigi ikkita, oxiri ikkita bo'ladigan bo'lsa, 2,500,000 so'm bo'ladi jigarlar. Endi xonali so'raganlar uchun Qo'shqor, ya'ni go'sht yo'nalishida boqadiganlar uchun jigarlar mana 1, 2, 3, 4, 5 xonali varianti. Buni ham bitta ko'rib qo'yasizlar. 5 xonaliga razmeri 1,5 ga 375 bo'ladi. Har bitta xonasi 1,5 ga 75 dan qoladi. Bu degani bitta Qo'chqor bitta joyda turadi, 5 xonada turaveradi. Buni narxini, xonasini 1,200,000 so'mdan qilib beramiz jigarlar. Nimaga qimmat deyishlaring mumkin? Chunki o'rtalari ponni perigorodka, ko'rib turganlaringdek, hammasi perigorodka profildan qilingan yangi mahsulotlar ishlatamiz. Rabochiy umuman ishlatmaymiz jigarlar. Demak, xonali olmoqchi bo'lsangiz 1,200,000 so'mdan xonasi dastavka bepul. Bu 4 xonalik, bunisi 5 xonalik, bunisi endi bitta xonada ikkita tursin deydiganlar uchun bunaqasini ham yasaganmiz. Har bitta xonasi 120 dan. Bu degani 360, 1,5 ga 360, 6 ta Qo'chqorga yoki 6 ta soliqqa moslangan varianti jigarlar. Yoki qo'zi bo'ladigan bo'lsa, 3 tadan 9 ta ichiga solsalar ham bemalol sig'adi jigarlar. Buning ichida aylanib yurish shart emas, futbol o'ynab yurish shart emas. Qo'y yeydi, yotadi, yeydi, yotadi. Bir haftada bir marta, misol uchun aylantirgani o'sha ariqni bo'yiga yoki ko'katlarga oyog'ini chiganini yozganini olib chiqsalaring bo'laveradi. Ko'pchilik aytayapti, oyoq og'rib qoladi deydi. Yo'q, oyoq og'rimaydi. Sababi bizda ko'rib turganingizdek, faqat go'ngga tushib ketadigan darajada orasi ochiq xolos. Go'ngga siydigi tushib ketadigan darajada. Qo'ylaring pokiza turadi jigarlar. Qo'y boqqanda ham pokiza, hidlanmaydi. Shahar sharoitida ham boqsalaring bo'ladi. Xo'p, buni narxini hozirda 4,600,000 so'm qilib beryapmiz. Jigarlar, bu 360ligi. Endi mana o'sha aytganimdek 1,5 ga 1,5lik varianti. Bu o'sha 2 xonali, ikkita oxir, ikkita eshik, razmeri 1,5 ga 1,5 profildan 2,5 million so'm. Xo'p, bu tomonda ham xuddi shunaqa. Bular zakazga bo'ldi. Ikkitasi, bittasi bor hozir. Mana bu tomonda 2 metrli varianti. Buning ichiga 4 ta sig'adi. 4 ta qo'zi bemalol ichida yuraveradi jigarlar. 1,5 ga 2 metr. 4 ta qo'zi deganda kichikroq, jussasi kichkina yuraveradi bemalol. Qo'y boqayotganlar o'zi tushunadi hammasi. Ponni poldan tevasi yig'iladi buni, hammasi yig'iladi. Buni narxini hozirda 3 million so'm qilib beryapmiz dastavka bepul. Bundan tashqari bu tomonda yana o'sha 360likdan qilganmiz mana. 360likdan juda ko'p odam olyapti, sababi 6 ta sig'adi. Alohida turadi. Urishadiganni alohida qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Hammasida kreplinlar bor. Mana bunaqangi alohida bo'lib chiqadi. Profillari 2 qator tashalgan, ko'rib turganingizdek, oyoqlari mustahkam, baquvvat. Xudo xolasa, har bitta qilgan ishimizga javob beramiz. Mana tay tomonlardan ko'radigan bo'lsalaring, taxtalarda ham umuman uloq bo'lmaydi inshaalloh. Alloh izni bilan chiroyli qilib qilganmiz. Bunaqasi yo'q. Xudo xolasa, u yerdan aytamiz. Sababi internet kirsalardan o'zi hammada ko'raverasizlar. Yo'q bunaqasi, xudo xolasa, chiroyli ish qilganmiz.
Hop, bundan tashqari bu tomonda 4 metrli varianti, 1,5 ga 4. 2 metrdan qilib qo'yganmiz ichini, yig'iladi. Bu tomli bo'ladi. Tomsiz narxi 4,700,000 so'm. Toshkentga vodiyga dastavka bepul. Bu narsani dastavka qilishni o'zi emas, to'g'risi dastavka qilib berganligiga ham pul beramiz jigarlar. Pul o'zimizdan chiqadi. Sizlar pul to'lamaysizlar dastavkaga. Xo'p, tomiga 800,000 so'm qo'shiladi. Demak, 4,700,000 so'mga 800,000 so'm qo'shadigan bo'lsalaring, 6 million so'm pul bo'ladi. 6 million so'm adashib ketibman, ming bor uzr. 5,5 million so'm tomi bilan bo'ladi, 4 metrli. Endi 1,5 ga 2,5 metrli varianti ikkitadan 4 taga boshlanishiga 4 ta tashlasalar ham bo'laveradi. Polni yig'iladi bu ham. Buni 4,100,000 so'mga tayyorlab berdi jigarlar. Tomi bilan birgalikda. Tomsiz 3,5 million so'm. Tomi bilan 4,100,000, tomsiz 3,500,000 so'm jigarlar. Oyoqlarini ham mustahkamligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Xudo xolasa 1 tonnadan oshib ko'taradi. Agar ko'tarmasa, bepulga beramiz. Xudo xolasa shunaqa ishimizga o'yirimiz. Bundan tashqari pergolotkalarning orasini, ya'ni zichligini 10 dan qilganmiz, ya'ni 10 santimetrdan qilganmiz. Qolgan joylarda 15 dan qilishyapti. Material oz ketganini hisobiga narxi arzon chiqaveradi. Bizda materialni ayamasdan ishlatganmiz. O'shaning uchun Xudo xolasa bemalol qo'rqmasdan olib ishlatsalaring bo'laveradi. Taxtani mana qalinligiga ham e'tibor beringlar jigarlar. Ko'rib turganingizdek, mana yangi, orasi bitta barmoq sig'adigan darajada, ya'ni go'ngi tushadi. Siydigi bemalol tushib ketaveradi. Oyog'i tiqilib qolish degan narsa bunda umuman bo'lmaydi. 4,100,000 so'm. Xo'p. Bu tomonda Toshkentga oxirida o'zini qilib berdik jigarlar. Oxirida o'zini, ya'ni oyoqchalari bilan qildik. Buni misol sizda molxonangiz bor yo qo'yxonangiz bor. Faqat sizga oldi tomoni kerak, oxiri bilan, suv paqiri bilan joyiga. Mana shunaqasini chiqarib berganmiz. Buni 1 metri 350,000 so'mdan chiqqan jigarlar. 1 metri 350,000 so'mdan profil, kontrakt materialdan qo'shilgan. Bundan hozir 5 ta yasadik. Toshkentga, Namanganga, Andijonga ketadi. Ikkita, bittasi bitta joyga ketadi. 3 ta joyga ketadi, 5 ta. Xo'p. 350,000 so'mdan 1 metri 4 metrgacha maksimal yasaymiz xolos buni. Chunki bundan kattasi bo'lmaydi. Juda katta bo'lib ketadi. O'shaning uchun eng uzuni 4 metr yoki bo'lmasa 2 metr. 1 metr yasamaymiz jigarlar, faqat 2 metr, 4 metr. Chunki bundan o'zi hech qancha pul qolmaydi. Talablar bo'lgani uchun yasayapmiz. Demak, bu tushunarli bo'ldi. Xo'p, bu tomonda 1,5 ga 3 metrli variant. Xonasini 1,5 metrdan qilib qo'yganmiz. Xo'p, buni tashab qo'yamiz, chunki oldini to'syapti. Xo'p, 1,5 ga 3 metr, 1,5 dan bo'lgan har bitta xonasi. Bir tomoniga 4 ta yoki 3 ta, bir tomoniga 4 ta yo 3 ta, 8 ta, 6 ta bemalol katta kichikligiga qarab turib sig'averadi. Buni narxini hozirda 1,5 ga 3 metrlik tomi yopilgan holat bo'lsa, dastavka Vodiy Toshkent bepul bo'ladigan bo'lsa jigarlar, 4,650,000 so'mga qilib beramiz. Qo'yxonani o'zi 4,100,000 so'm, tomiga 550,000 so'm qo'shiladi jigarlar. Tomini ham mana profildan qalinidan qo'yganmiz. Tagiga falga tashab qo'yganmiz, qalin profildan tom to'qiganmiz. Shunaqa bo'lgan. Narx qimmat emas, yaxshi xudo xolasa. Bundan tashqari o'sha 1,5 ga 4 metrlik tom yopiq degan so'raganlar uchun mana orqasiga suv ketadigan qilganmiz. Xolasini ham oldiga ham qilib beramiz, slifli ham qilib beramiz jigarlar. Slifni o'zdan yaxshi bilasizlar, oldiga tarnov bo'lib suv tushib ketadigan variantni ham qilib beramiz. Bu 1,5 ga 4 metrli varianti 5,5 million so'mga tayyor bo'lgan. Mana o'sha aytgandek, oxirida oldi tomoni jigarlar, xudo xolasa. Bu tovuq kataylarimiz, karkasini to'qib qo'yganmiz. Tovuq katayimiz, karkasini to'qib qo'yganmiz. Buni tagida patnisli bo'ladi. Qo'ndoqlarigacha bo'ladi. Bu 2 etashkali bo'lgan. Chotga chiqyapti, xudo xolasa. Buni narxini hozirda 5,5 million so'm qilib berdik. Bitta Xo'rozboz akamizga qilib beryapmiz, xudo xolasa jigarlar. Ekranda nomer qoldiraman. Telefon qilinglar, zakaz qilinglar. Faqat Telegramdan yozsalaring bo'ldi. Toshkentga, Vodiyga dastavkamiz bepul.